Biz Tojikiston Respublikasidagi Istarafshan shahridamiz. O'ng tomonimizda Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi manzarani eslatuvchi imoratlarni ko'rishimiz mumkin. Chap tarafimizda esa Mux qal'asi o'rin olgan. Farg'onalik jurnalist va blogerlar aynan ushbu tarixiy inshoot haqida ham batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Mehmonlar karnay-surnay sadolari ostida qal'a ichkarisiga tashrif buyurdilar. Mutaxassislar ularga shahar va mazkur inshootning tarixi haqida so'zlab berdilar. Ta'kidlanishicha, Istarafshan qadimiy savdo va hunarmandchilik markazi, Markaziy Osiyodagi eng qadimgi shaharlardan biridir. Uning yoshi taxminan 2500 da. Shahar o'tmishda Kiropol, Temuriylar saltanati davridan boshlab O'ratepa deb yuritilgan. Tarixiy voqealar orasida O'ratepa jangi ham alohida tilga olinadi. Ya'ni mazkur shahar uchun Qo'qon va Buxoro qo'shinlari o'rtasida jang bo'lib o'tgan. Qo'qonliklarning qo'li baland kelgach, ushbu shahar ruslar bosqini davrigacha xonlik tarkibida bo'lgan. 2000-yildan buyon Istarafshan nomini olgan shaharda moziydan so'zlovchi madaniy yodgorliklar talaygina. Ana shulardan biri Mux qal'asidir. Наша крепость имеет историю. Bu qal'a milliy me'morchilik uslubining eng yaxshi qadimiy detallarini ifodalaydi. Qal'a dengiz sathidan 1040 metr, yerdan 70-80 metr balandlikda joylashgan. Devorlarning uzunligi 600 metrni tashkil etadi. Muxtepada 20-asr boshlarida ham yirik arxeologik qazishmalar olib borilgan. Natijada miloddan avvalgi 3-2 asrlarga oid 100 dan ortiq nodir ashyolar topilgan. Istarafshanning hunarmandchilik shahri ekanligini mazkur yo'nalishdagi kollejdan ham bilish mumkin. Infotur ishtirokchisi bo'lgan farg'onalik jurnalist va blogerlar o'quv dargohida bo'lib, uning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Shahardagi tarixiy masjid va boshqa diqqatga sazovor joylarga ham sayohat uyushtirildi. Shuningdek, So'g'd viloyatidagi yirik madaniyat markazlaridan bo'lgan Arbob saroyiga tashrif ham Infotur dasturidan o'rin oldi. Me'morchilik, haykaltaroshlik, naqqoshlik, o'ymakorlik san'atini ustakorlik bilan qo'llab qurilgan saroy tojik xalqi hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yirik siyosiy tadbirlarga mezbonlik qilib kelmoqda. So'g'ddagi hunarmandchilik, zargarlik markazlari ham Infotur ishtirokchilarini o'ziga chorladi. Tashriflar doirasida Farg'ona va So'g'd viloyatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, o'zaro bordi-keldini ko'paytirish orqali hududlarning turizm salohiyatini oshirish bo'yicha qator kelishuvlarga erishildi va memorandumlar imzolandi. Islom Nishonov, Davlatbek Bilolov, Muhsinjon Yusupov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Tojikistondan tayyorlandi.